Bir qo'ng'iroq va yaqin insoningizning kayfiyati butunlay o'zgaradi. Tasavvur qiling. U telefonni ko'taradi va sizning nomingizdan samimiy, yurakka yetib boradigan tabrik eshitiladi. Kutilmagan qo'ng'iroq orqali siz yaqinlaringizni istalgan sabab bilan xursand qilishingiz mumkin. Tug'ilgan kun, bayram, dil izhori, uzrnoma yoki shunchaki qalbingizdagi his-tuyg'ularni yetkazish uchun. Hatto onangizni ham ona bo'lgan kuni bilan o'zgacha va unutilmas tarzda tabriklashingiz mumkin. Professional va yoqimli ovozli boshlovchilar. Allo, assalomu alaykum. Masturaxon opa, o'zingizmisiz? Siz uchun atalgan chiroyli tilaklar, tabriknomalar kelgan ekan yaqinlar, oila a'zolaringiz nomidan. Xonadoningiz mehmoni, kutilmagan qo'ng'iroqlar teledasturi. Bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun ushbu chiroyli tabriknoma siz uchun turmush o'rtog'ingiz Oydinoy opamiz nomlaridan yo'llangan. Yangilanish va yashirish fasli bo'lgan bahorning eng go'zal ayyomi bo'lgan va sizni bugun quvonchlarga, baxtlarga, sevinch ko'z yoshlariga to'ldirmoqchiman. Siz o'zingizga yoqqan ovozni tanlaysiz. Buyurtmalar 7:00 dan kechki soat 12:00 ga qadar qabul qilinadi. Siz belgilagan aniq vaqtda yetkaziladi. Shoshilinch bo'lsa, atigi 15 daqiqada ham bog'lanishimiz mumkin. Chet davlatlarga ham tabriklarni Telegram, WhatsApp, imo orqali yetkazamiz. Buyurtma berish uchun hoziroq pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Adminlarimiz buyurtmalaringizni tez va oson qabul qiladi. Kutilmagan qo'ng'iroq oddiy sovg'a emas, unutilmas his-tuyg'ulardir.